Konsert oxirigacha o'tira olasizmi? Pardani ortini ko'rishib olaylik, konsertni buzmaylik, iltimos. Bu kimga? Okay. Bu siz qarindoshlaringizmi? Ismingiz nima do'stim? Anvarjon. Va'da, yetkazaman. Albatta yetkazaman. Chiroyli qilib, mana shu Ozodaxonim qo'llariga, ishonchli qo'llariga yetkazaman. Bemalol konsert tomosha qilishingiz mumkin. Do'stim, olavering bularni. Voy, konsertda qoldi-ya. Hop, o'tiring. Va'da beraman. Sal nariroqda tursangiz shuni o'zi kifoya. Kelishdikmi? O'qiyman. Mana ochdim, boshladim bujon. Chetroq turing. Endi sal muammo axrandadan gavdalari kattaroq ekan-da. O'qing mayli. Rahmat. Assalomu alaykum Ozoda opa. Ismim Anvar. Men bugungi konsertingizga 2 ta bilet olgan edim. Ulardan biri o'zim uchun, ikkinchisi esa juda qadrli insonim uchun. U mening onam. Qandoq o'zi? Sizning ashaddiy muxlisingiz, har bir qo'shig'ingizni yurakdan tinglab, sizning so'zlaringizda o'z dardini, sevinchlarini topadilar. Eng go'zal orzulardan biri Ozodaning konsertiga tushib, o'z ko'zi bilan ko'rmoq. Har gal konsertingiz kunlari e'lon qilinsa, bir kuni Ozodaning konsertiga borib, konsert zalidan qo'shiqlarni eshitarman-a deb ko'p bora afishangiz rasmini menga Telegramdan tashlaganlar. Opa, men shu yoshimgacha musofirchilikda yurdim, og'ir mehnat qilib. Endi shukur vatanga qaytdim. Uncha pul ham yig'dim. Hammasidan ham onamning necha yillarki orzu qilgan orzularini ro'yobga chiqaryapman deb niyat qildim. Bugun men shu konsert zalidaman. Onajonim xohlaganidek sahnada siz kuylayapsiz, hamma shu yerda. Siz uchun juda xursandman onajonim. Orzungiz amalga oshganidan. Faqat Anvar, uzr so'rayman avvaldan. Faqat endi hamma shu yerda bo'lgan bu zalda meni onam yo'q. U kishi meni qaytganimdan bir necha kun o'tib bu dunyoni va meni tashlab ketdilar. Ozoda opa, bugun konsertga men yig'lagani keldim. Qo'limdagi ikkinchi bilet esa onam uchun. Ko'ring, ularning joylari bo'sh turibdi. Har bir qo'shig'ingiz meni onamning xotirasini eslatadi. Iltimos, opajon, bugun onam uchun qo'shiq kuylang. Anvar, oxirigacha o'qiy olmayman. Avvalo, ta'ziyamizni qabul qilasiz kujonim. Aslida har bir odamning yuragida bir noziklik jihati bor, lekin uzr sizni onangiz bilan tashlab yurgansiz deb o'ylayman. Ko'zingizni yoshlarni ham to'g'ri tushunamiz, lekin bugun konsert, meni shaxsiy konsertim emas, yakkaxon konsert, Ozodaxonim Nursaidovaniki va ulardan o'tib bugungi konsert dasturida onalar qo'shig'i ijro etilmasligi kabi talablardan o'tib bir narsa deya olmayman. Shuning uchun ma'zurtas bu va'dani bera olmayman. Shu zalda bo'lib tursangiz, inshaalloh Jamshid to'xtang.